Hammaga assalomu alaykum. Hammangizga yaxshi kayfiyat. Bugun bozor kuni, dam olish kuni sizlarga bir ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Bizlar hafta bozordamiz. Hafta bozorda mana darvozaning elde главный darvoza. Pagor taksistlar turadi yer. Bu yoq tarafimiz mana shu elektrisetdan Urganch oстановкаdan o'tib kelishimiz bo'ladi. Mana zapchast do'konlar xatarini bilasizlar. Mana bu yoq xatarimizdan poni zapchast do'kon. Ana shunday zapchast do'konlarning xatarida umuman bir bo'lavermaydigan narsa. Ana-panada bunday narsalar bo'lavermaydi. 6-do'kon arendaga beriladi ekan. Bu yerdan do'konning bo'shab arendaga berilishi bir katta bir yangilik desak bo'ladi. Sababi bu yerlardan do'kon bo'shashi qattiq qiyin masalalardan biri. Ana shu do'konimiz arendaga beriladi. Ag'aylar, agar kimga qiziq bo'lsa, xohlasangiz zapchast do'kon ochsangiz bo'ladi. Agar zapchast do'kon ochaman, bir biznes boshlayman deb yurgan tanishlarimiz tamom manfaatli bo'ladi. Bu do'konning razmeri tak adashmasam 4,5 ga 6,5 ili 4 ga 6 bo'ladi razmeri. Bundan kichkina emas. Ko'rib turibsiz. Lokatsiyamiz tushunarli. Arenda bahasi $150 aytganimizday. Xalasangiz so'mda, xalasangiz dollarda kelishib olasiz arendasini. $150 deb turibdi. Pastga egasini nomerini yozib qoldiraman. Bemalol telefon etib, gaplashib, do'konni ko'rib, keyin kelishib olasizlar. Ixtiyorlaringiz. Bozorning ichidan shu sirtqa chiqajaqman deb yurganlar uchun ham ajoyib variant bo'ladi. Bemalol kelib ko'rsalar bo'ladi. 6-do'kon. Mana ko'ringlar, ichlarining sostinasini xalasangiz bu yoq-bu yog'ini bir taxlab olib, bu chiroyli do'kon ochsanglar bo'ladi. Mana shu yerga bir otlaringizni, brendlaringizni yozib, eshitib chiqsanglar bo'ladi.